Assalomu alaykum, hurmatli va muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Sizga murojaatim shuki, bu ichki ishlar bilan prokuraturadan umuman mani masalam najot bo'lmayapti. Najot ham bo'lmayapti, masala ham yechilmayapti, bular ko'rishmayapti. Qisqasi, bir fuqaro mani pasportim mani nomimga kredit olyapti. U olgan kreditni men to'layapman. Bu masala Rossiyada bo'lyapti, Irkutsk oblastida bo'lyapti. Lekin bu firibgar mashinnikni mani nomimga olgan kredit olgan bola Xatirsh Navoiy viloyat Xatirsh tuman Navja mahallasida yashaykan. Uchastka noziri bilan gaplashdim, ulandim telefonda. Isbot dalillarini tashlab berdim. Undan keyin u hech qanaqa natija olmagandan keyin Xatirch tuman katta profilaktika inspektoriman dedi. Rahimov Dostonman dedi, otim dedi. U xodimga ham hamma dalil isbotlarni tashlab berdim. U bilan ham bir kun gaplashdim, ertasi kuni meni nomborimni ikkovlari ham kodlab qo'ydi. Prokuraturaga ariza berdim, Respublika prokuraturasiga bu yerga ariza berdim. O'zim men Toshkent tumanda yashayman, Toshkent viloyat Toshkent tumanda yashayman. Propiskam ham shu yerda, временный propiskam. Bu yerga Respublika prokuraturasiga murojaat qildim. Undan keyin yana pochta orqali murojaat qildim Xatirchiga. Prokuratura ham umuman masalamni ko'rmayapti. Mana ishimga sovuqqonlik bilan tanish bilishchilik, nepotizm masalamni bir tomonlama ko'rib, joyida bosib qo'yapti. Qanaqa davrda yashayapmiz? Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, hurmatli yurtboshimiz, qanaqa davr, qanaqa zamonda yashayapmiz? Bu ichki ishlar bilan prokuraturani umuman bir vijdonan ishlayotganini men ko'rmayapman ham sezmayapman. Shu masalam bo'yicha menga ijobiy va amaliy bir yordam bersangiz.